Namratlık, pul ve bəxt duygusu haqqındakı leksiyamiz yana davamlaşdı. Yani biz namratlık, pul ve bəxt duygusunun münasebetleri üstüde baş qatırıyatımız, bu şekilde izleniyatımız, sözümüz bu şekilde üstüde ketayatıdı. Bunda bo'lganda zadi namratlıkning ölçüm bulamdı, yak bəxtning ölçü bulamdı. Yani bu her kim o'zi oldiga o'ylab oladigan masala bo'lsa-mu, ammo uningmi erkakchisini araydigan, to'g'ri xatoligini araydigan bir ölçüm bo'lish kerak bo'ladi. Tamamen subjektiv bo'lib, odamlarning o'zi da'vogancha bir narsaga aylanib qolsa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun tadqiqotchilar zadi bəxt qandaq bo'ldi, baxtsizlik qandaq bo'ldi, uning mutlaq javob berilmasmi? Lekin asosan to'g'ri javob bergan bo'ladigan ba'zi obyektiv o'lchamlarni ishlab chiqishdi. Bu qandaqdir yana ular bir qancha shaxs va guruh o'z oldiga qarab bekitib olgan narsa emas. Dunyodagi har qaysi ellar, rayonlar va davlatlarning iqtisodini va taraqqiyotini amaliy kuzatib, tadqiq qilgandan keyin yakunlangan bir xil o'lcham bo'lib hisoblanadi. Endi odatda bu baxtni o'lchashningki har xil o'lchamlari bor. Uningki har xil mazmun tarkiblari bor. Endi bu nimadan tarkib topadi deganda har qaysi tadqiqotchilarningki ham ma'lum o'rtoqligiga, ham o'z oldiga xosligiga bo'lgan qarashlari, yakunlari bor. Masalan, Lana Stewart ve Samen degan tadqiqotchilar bor. Masalan, ular bir odamning baxtini, turmush sifatini o'lchagan vaqtda tövendeki masalalarga diqqat qilish kerakligini tavsiya qilishgan. Birisi xizmat. Sen shu bir odamda kunlik turmushda o'zining turmushini qamday darajada kirim eklaydigan xizmati yoki emgiki fursati bormi yo'qmi degan masala. İkincisi huquq. Mesela bir adamda o'zining subjektiv qobiliyatini ishga sola oladigan, o'zining kimligini namoyon qila oladigan, o'zining mavjudligini isbotlaydigan ma'naviy va moddiy huquqi bormi yo'q bu degan gap. Bu huquqning doirasi nihoyatda keng. Uchinchi mazmun shu odamda bexatarlik qanchalik kapolatiga bo'ldi. Buning iqtisodiy bexatarligi, jamiyatdagi ijtimoiy bexatarligi, jismoniy bexatarligi, hatto ruhiy bexatarligi, e'tiqod jihatdagi bexatarligi kapolatga egami, ega emasmi? Demek bexatarlikmi odamlarning turmushdagi baxtni o'lchaydigan o'lchamdan birisi bo'lgan edi. To'rtinchisi ijtimoiy aloqa. Masalan, bir odamningki o'zi xos bo'lgan ijtimoiy aloqa to'g'ri bo'lish kerak bo'ladi. Mayli tuqqanlardan, maslakdoshlardan, yurtdoshlardan, do'st birodarlardan yoki kasbdoshlardan tashkil topgan normal bo'lgan ijtimoiy aloqalar bo'ladi. Bu aloqa orqali u o'zining tanishaydi, ijtimoiyatini, psixikasini tanishaydi, o'zi uchun kerakli bo'lgan muhim uchurlarni o'ziga munosabatli odamlardan shu munosabat to'g'ridan oladi yoki ularga yetkazadi deganga o'xshashimdi. Beshinchisi ruhiy baxt. Ruhiy baxt deganda bir odam o'zining normal turmushda boshqa bir o'zini ansirtirga alayda masalalarga ega bo'lmasligi, tashvishga ega bo'lmasligi yoki o'zini bo'zaq qilgan ma'lum bir noma'lum bir kuchning tahdidiga ega bo'lmasligi, uningdan qutulgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bir ruhiy baxt deganning andibada shu odamningki ruhiy safosining yuksalishi. Çünkü insan bir ruhiy maxluq bo'lish bilan u albatta ruhiy jihatdagi xotirjamlikni, tashvishdan, g'amdan yiroq bo'lishni, haqorat va xo'rlikdan yiroq bo'lishni o'ylaydi. Mana bu bir odamning ma'naviy jihatdagi, ruhiy jihatdagi baxtini shakllantiradigan omillar bo'lib hisoblanadi. Bunun yana boshqalarmi bor. Masalan, yana buni baxtni o'lchashda yana oltinchisi bir odamning masalan jismoniy baxtda yeyish, ichishdan keladigan, pokiz suvlarni ichishdan keladigan, havolar, go'zal yerlarni ko'rishdan keladigan, badan huzurlanadigan ma'qul taraflar bor. Anandikin moddiy baxt deymiz, ruhiy baxt deymiz, anandikin siyosiy erkinlik deymiz, boshqa jihatga huquq, hurmat, izzat, ikrom deymiz. Bu shu narsalarning o'zimi bir odamningki baxtini amalga oshirish jihatga o'lchamlab hisoblanadi. Endi undan boshqa har xil izlanishlar bo'lgan. Buning yana vakillik xarakteriga bo'lgani dunyo kishilik huquq kitobnomasida aks etgan ba'zi mazmunlar. Masalan, bir inson bir normal bir baxtga ega bo'lish uchun uningki xizmati bo'lishi, ikkinchi uningki xizmatiga loyiq maosh bo'lishi, ishlagan amaliga loyiq haqqa ega bo'lishi, qaqt so'qt qilinmasligi, undan keyin uning huquqi, moddiy huquqi, ma'naviy huquqi va jismoniy huquq qatorliqlar shu ish doirasidagi ishchilar uyushmasi tarafidan himoyaga ilingan bo'lishi va qo'g'dalgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda bo'lganda bir odam o'zininki baxtining ma'lum bir asosi sog'an bo'lib. Ikkinchisi baxtning subjektiv tarafi degan vaqtda masalan ifodalash, jihatga erkinlik, vijdon, g'urur jihatga erkinlik, diniy e'tiqod jihatga erkinlik masalalar bo'ladi. Bizningki mamlakatimizda
mayli odamlarniki diniy e'tiqod jihatiga erkinligining yo'l qo'yilish jihatiga nurg'un qonun moddalar bor, uni hurmatlash, kamsitmaslik to'g'risida nurg'un mazmunlar bor. Bu jihatda u qonun nuqtasida aytganda yaxshi kafolatlantirgan. Ammo uning ijtimoiylashish darajasi nurg'un odamlarning madaniyat safosi bilan munosabat bo'lganligi uchun ba'zi ijtimoiy masalalar saqlanadi deb qarashga bo'ladi. Bu yana bizning qonun safoyimizning, madaniyat safoyimizning yuqori kelishini kutirayotgan bir ijtimoiy masala durumdir. Yana bir taraf nima esa bexatarlik degan vaqtida dunyo kishilik huquq xitob dabisda odamninki hayot huquqi, erkinlik huquqi va bexatarlik huquq masalasi ko'rsatildi. Hayot huquqi bilan hayotninki ba'zi farq taraflari bo'lishi mumkin. Hayotlik degan gapning o'zi umuman bir odamning jismoniy va ma'naviy hayotini ko'rsatayotgan narsa. Va hayot desak, bu bir xil ma'lum san'at bilan, estetik bilan, go'zallik bilan, maslak, g'oya, qimmat qarash, intilishlar bilan bog'langan mandaq narsa bo'ldi. Yemek içmek, kiyim kechak, kundalik turmushga oddiy g'am, qayg'u bilan cheklangan va shu doirada qanoatlangan hayotni o'zini bir hayotlik, ya'ni bir tirikchilik deymiz. Shu turmushda biz hayot bilan tirikchilikni ma'lum jihatdan farqlantirishimiz kerak bo'ldi. Bir odamning ijtimoiy turmushda o'zining hayotiga qo'ygan talabi, turmushiga qo'ygan talabi oddiy bo'lsa, u odam o'zini oddiy odam bo'lib qoladi. Bunun oddiyligi yanada uningki atrofdagi ijtimoiy muhit, ma'naviy muhit bilan munosabat qiladigan narsa. Bir odamningki ko'ziga nishoni qancharoq bo'lsa, ijtimoiy turmushdan kutgan talabi qancha oliy bo'lsa, go'zal bo'lsa, u odamning jamiyatda o'ynaydigan roli oliy bo'ladi, ilg'or bo'ladi. Balkim u o'zining vujudidagi eng yoshirin omillarni qazib, yoshirin iqtidorlarni joriy qilib, jamiyat uchun aytganda moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratib beradigan, aql farosat qahramoni, ijodiyat qahramoni ya boylik yaratish qahramoni bo'la olishi mumkin bo'ldi. Shu an bir odam qanchaki o'zini ulug' hisoblasa, qanchaki ulug' yashashim kerak deb o'zini qadrlash tuyg'usi ega bo'la olsa, buni biz aktiv fuqaro deymiz. Aktiv fuqaroning bir davlat uchun, bir jamiyat uchun keltirgan qimmati bu albatta aktiv bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda hamda dunyo kishilik huquq xitobnomasining o'zida, ya'ni insonning baxt, saodat bilan munosabat tarafdan yana nurg'un masalalarni aniqlaydi. Masalan, bir odamningki bo'zak etilishga qarshi tura oladigan iqtidorning bo'lishi va bu iqtidorning va bu harakatning yana boshqalar bo'zak esa qonun bo'yicha o'zini huquqdaydigan ongning bo'lishining hurmatlanishi va davlat tomonidan qo'llanishi, lekin savdo shundan bir vaqtda qonun huquq, lekin o'zining ishini o'z bir taraf qilib ketadigan bir xil nisbiy mustaqillikning bo'lishi, andan nagirib nar turish, ko'chish, bir shahardan yana bir shaharga berish, andan erkin kasb almashtirish jihatidagi imkoniyatning bo'lish masalasi. Andan keyin o'zining xolisa ma'lum bir davlat tavalligini tanlamdi. Na ko'chman bo'lish jihatini tanlash huquqining bo'lishi, andan keyin nikoh, mol mulk, mush jihatida o'zining bir tanlash fursatining, tanlash imkoniyatining kengroq bo'lishi. Andan keyin buni ijtimoiy kafolat, andan ijtimoiy iqtisod, turmushning o'lchimi, shundan bir vaqtda ma'rif, yuqori saviyali ma'rif bahramand bo'lish, davlatning ma'rif boyligidan tang bahramand bo'lish jihatidagi talab, lekin madaniyat turmush, masalan, kitob o'qish, tan tarbiya bilan shug'ullanish, adabiyot san'at faoliyati bilan shug'ullanish, har xil ommaviy san'at faoliyati bilan shug'ullanish qatorliq ishlar, ijtimoiy tartib, axloq deymiz, ommaviy tartib, ommaviy aloqa, mush jihatdagi talablarning normal o'rindilishi bir odamniki baxt saodatiga, kishilik turmushiga ta'sir ko'rsatadigan omillar bo'lib hisoblanadi. Demak, undan keyin rol istaymiz, undan keyin fitness deymiz. Demak, har qaysi jamiyatshunoslar, qonunshunoslarning va iqtidorshunoslarning insoniyatning baxt saodatini o'lchaydigan o'lcham to'g'risida har xil o'lchamlar bor. Lekin o'rtoqlik umuman qilib aytganda yuqoriqilardan iborat bo'ldi. Bu o'lcham bizim bir inson turkum bo'lishimiz bilan ashlarning o'rtoq taraflarimiz bor. Buni biz yerlik alayligimiz asosiy tatbiqlab, ijodiy holda tushunishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz ijtimoiy turmushimizda baxt degan qanday bo'ladi? Namratlik qanday bo'ladi? Bundan so'ng dunyoga o'rtoq bo'lgan o'lchamni tushungan vaqtimizda aynan lekin bizning hukumatimizning oldidagi bizning rolimiz nima? Hukumatimizning bizdan oldidagi mas'uliyat nima? Buni haqiqiy tushuna olamiz. Xalqaro bir qadar umum bo'lganida baxtsizlik yoki namratlikni o'lchashdanki ba'zi konkret prinsiplar, o'lchamlarni sizlarga tanishtirib o'tdik. Endi shu o'lcham va prinsipni o'zimizning turmushimizga tatbiq qilgan vaqtimizda bizda boya shartlikni qanchalik darajada tushundik bizning odamlarimiz, qanday bo'lganda baxtli bo'ladi, ularningki o'lcham nagacha buni bir tatbiqlab boqsak bo'ladi. Bu mening qo'limdan kelmaydi. Buni yana biz ijtimoiy sohalarda izlanayotgan mutaxassislarimiz
izlenip baksı buldu. Yoki mundaqcha aytgan vaqtda bu vaqtda har bir odam o'zining aqlini ishga solib turib bir o'ylab baksı buldu han narsamdi. Endi ba'zida bizning odamlar iqtisodiyotga vaqtida go'sht, pulog'i obdan to'ynab yeyishni, to'ylarga vaqt berib turishni, dapanji deymiz, mujdaq yaxshi ko'ng tortgan tomoqni vaqtida yeb turishni o'zini bir xil iqtisodiyotdan prinsip deydi. Yoki biz arzulagan kiyim-kechakni kiyishni, mashina o'zini bir xil baxet deb turib olgan undaq bir narsa bordi. Şunun qaraganda bir jamiyatning fuqarolari, odamlari qanchaki bekinma yotsa, endi odat bu bekinmachilik deganimiz ikki xil mazmun ega bo'lishi mumkin. Birisi jo'g'rafiy jihat bekinma, ya'ni bir jihat ijtimoiy siyosiy jihatdagi bekinmachilik deymiz. Ya'ni o'zi yashayotgan rayondan chiqmagan, hech ya'ni ko'rmagan boshqa xalqning turmushi qanday yashaydi, bularning madaniyat, iqtisod, har jihatdagi universal taraqqiyoti nagacha uni tushunmagan ahvol ostida bir odam o'zining shaxsiy turmushida tozaligi, atrofdagi reallikqa uyg'un bo'lmagan, chalroq bo'lgan turmush o'lchimini yetiltirib qilish mumkin kerak bo'ladi. Shunga noyat bir oddiy yeb ichishning o'zini baxet deb qarab shuningdan ko'ranlab yuradigan nodon odamlar turkumi paydo bo'lib qolishi mumkin bo'ldi. Bugungi dunyoning o'zida yemeklik, oziqlik, sog'lom oziqlanish, quvvat masalalari bir fan sifatida qarilib jiddiy tadqiq qilinadi. Bu jihatda taraqqiy qilayotgan odamlar, taraqqiy qilayotgan jamiyatning fuqarolari alohida diqqat qiladi. Ular kundalik turmushga yeb ichishni, badi keldini, dam olishni hammasini qilib tashlagan bo'lib, ma'lum bir ilmiylikka erishira olgan. Lekin bizda hozir topqin bo'lsa yeb oladigan, sharoit bo'lsa bahramand bo'lib oladigan, mushkul ishni bir xil turmushdagi baxet yoki bir go'zallik deb qarab oladigan odatlarni xili bor deyishga bo'ladi. Endi oraliqda bir jamiyat tashkilotchi xodimninki bergan ma'lumotni qaraganda, shu nomrod odamlarning bir odati bo'lmish. Bu odatlar yana u yeysa, nima tetsa, nima lazzatli bo'lsa shuni yeydigan, nima og'ziga tetmasa shuni yemaydigan. Shunday bir odat bo'lgan. Andaqda bizga go'sht tetaverish mumkin, ba'zi tatliq turumlar tetaverishi mumkin. Odamda o'zini tizginlash, muvofiq paytdan o'ziga g'ay berish, muvofiq paytdan o'zini to'xtatib olishdan iborat bir kontrol qilish eng bo'lmasa, bunda odamning salomatligida fursatda bir masala ko'rish mumkin-da hamda. Shuning uchun bizning xalqimiz bo'libmi, deb pul topgan boylarimizmi hamda o'zining turmushini mollashtirish, turmushning mazmunini ko'p xillashtirish jihatda bir izlanish kerak bo'ldi. Endi yaqinda bir yaxshi bir ilgillash, islohot, ishni sirtqa echitishning turkisida bizning pul topgan bir qism odamlarimiz qanday bo'lmasin, hamkorlashish, ishlab chiqarish yuzidan asabdan korxonalar bilan ancha-muncha almashtirish, fikr jihat, iqtisodiyot almashtirish fursatlari bo'ldi. Shu yerga chiqdi, o'z ko'zi bilan ko'rdi, xalqning ma'naviy jihatga, moddiy jihatga yashash usullarini ko'rdi va ta'sirlarni qabul qildi. Shu ularning turmush shaklini o'zgarish bo'ladi. Ama yaqindan birisi biroz erkin bozor bo'lib, import mallarning kirishi bilan ba'zi yemak-ichmak jihatga bir qadar keng tanlash fursati bo'ladi. Ammo oziqlik, yemak-ichmak jihatini tadqiq qilib, uni o'zining hayoti va salomatligi bilan bog'lash jihatdagi izlanish bizda yana bir xil boshlang'ich holat turyapti deyishga bo'ladi. Bu jihatda boylarning, ilm sarxillarining, umuman jamiyat oldin qator turayotgan odamlarning o'ynaydigan rolini cho'ng bo'lib, bu jihatdagi ulga uningdan keyin turayotgan odamlarga çok ta'sir ko'rsatdi. Bu jihatda jamiyatning oldin turib sarxillarning mas'uliyati xili bor deb o'ylayman endi. Men arada bir parcha kitob ko'rdim. Bizning turmushimiz haqidagi xato qiyoslar deydi. Buni Fransiyaning sobiq prezidenti Sarkozy, Amerikaning iqtisodshunos Yusuf Stiglitz, hamda Hindistonlik iqtisodshunos Amartya Sen, Fransiyalik iqtisodshunos Jean-Paul Pitos qatorliq odamlarni uyushtirib yozgan bir kitob endi. Bu kitobninki qo'shimcha mavzusi nima uchun GDP jamiyatdagi ijtimoiy ilgilashga vakillik qilolmaydi degan mavzu bo'ladi. Endi bizning tashviqotlarimiz hozircha bir GDP o'ssa, shu jamiyatning, shu bir davlatning universal iqtisodiy gullangan bo'ladi degan bir tashviqotlar hozirgacha bo'ldi. Ammo GDP o'sgan bilan o GDPning her bir şahsın yançığı ya kartısığı düşüş nisbeti qanchalik bo'ladi. Eneki şu GDP'ni qo'lga keltirish uchun biz muhit va boshqa jihatlarda qaysi bedellarni to'ladik. GDP'ninki aktiv tarafi nima bo'ldi, pasif tarafi nima bo'ldi, nimalarga erishdik, nimalarni yo'qotdik jihatdagi tadqiqotlar hamda bir xil balani salda barliq kelamadi yoki rivojlanmadi deyishga to'g'ri keldi. Yani shu kitobninki men hozir eskartgan kitobda aytilishicha, mutaxassislar bir odamning kishilik turmush sifatiga ta'sir ko'rsatadigan obyektiv omillarni sanab chiqdi. Ularning aytishicha bu obyektiv omillar tuvanliklardan iborat bo'lgan. Birinchisi sog'lomlik. Mayli bir odamning qanchalik
mablag'i va pulning qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu odamning salomatlik kapolatiga ega bo'lgan vaqtida ananiki u sifatli baxtli turmush kechirish imkoniyatiga ega bo'la oladi. Shunga salomatlik bir hisobda oxirgi hisob bir odamning umrining uzun bo'lishi, qisqa bo'lishi, ananiki turmushning sifati qatorliq taraflarga ta'sir ko'rsatadigan to'p omil bo'lib hisoblanadi. Endi odat biz salomatlik uchun vaqtida jismoniy salomatlik, aqliy salomatlik, yana sog'lomlik, hissiyot jihat sog'lomlik, psixik jihat sog'lomlik, axloqiy jihat sog'lomlik deb endi o'zimiz bilgancha har xil turlarga ayirib olishimiz mumkin. Bu shu sog'lomlikni qatlamga ayirib tushunish jihatdagi bir qo'llangan usul yoki metod bor. Endi buni o'lchashdan keyin o'xshamagan o'lchamlar bor. Masalan, bu jamiyatda odamlarning o'rtacha umr ko'rish nisbati qanchalik, undan keyin ularning ziyolilar qanchalik umr ko'ryotadi, kam, ya'ni tozanliq yerlarda ishlayotgan ishchilar qanchalik umr ko'ryotadi, mansabdorlar qanchalik umr ko'ryotadi, savdogarlar, boylar, korxonchilar tabiiy qanchalik ko'ryotadi, umr ko'ryotadi. Ularning badan sifati, safosi nerdan nergacha? Buni mayli sahiy jihatdan aytganda, darajatni aytgan vaqtda haq tadqiq qiladi. Lekin biz bilmaymiz buni. Zar ziyoli davatimiz, olim davatimiz, professor davatimiz, boy davatimiz zade bular qanchalik yashayotadi, necha yoshga ketadi, o'zining topgan boyligining, o'zining topgan inovatini, huzurini so'rayotimiz. Biz bu vaqtda ancha bir narsani bilib ketmaymiz. Endi normalda endi tuvan kirimlik odamlarningki uchraydigan xiris va tahdidlari nayte jiq bo'ladi. Anandagi uningki davolanish jihatdagi sharoitim toz degandek yaxshi bo'lib ketmaydi, balki mush omillar uning baldiroq o'lib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Endi insonning hisoboti buncha yetgan vaqtida. Endi umumiy taqdirninki kategoriyasi hem insanın intilişleri hem insanın halkı ketken kuchninki cheklanishi doirasi bo'ladi. Lekin inson o'z aql parasining doirasi o'zining tirishchanligini ishga soladigan gapimda. Shunga bir millatning, bir davlatning fuqarolarining kemdirki salomatlik sifati tagin yetqavata shu jamiyatdagi umumiy siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sifatni safadan direkt bir ro'shan ko'rsatkich bo'lishi mumkin deb qarayman. Shu bir odamningki turmushida o'zining salomatligini o'stiradigan har xil imkoniyatlar bo'lishi, masalan jamiyatlarda har xil chenaqadigan ommaviy aslarlar bo'lishi, suv o'zdigan bo'lishi, ommaviy bog'chalar bo'lgan bo'lishi, u kishilarning turmushida sayohat qila oladigan vaqt bo'lishi, sayohat qilgudek salom manzir boyliklari, urf-odat boyliklari va tarix boyliklari bo'lgan bo'lishi, undan keyin bir odamningki psixik jihatdan, kasb jihatdan o'zini tanishish jihatiga arzu talabini qondira oladigan mexanizm bo'lishi, buni hurmatlaydigan sistem va tuzumlar bo'lishi talab qilinadigan narsa endi. Shuning uchun bir odam bu salomatlik bir odamning baxtida muhim o'rin turgan narsa. Balkim pul, mansab, ijtimoiy o'rin, inovat deganlarning hammasi mohiyatda uzunroq umr ko'rish, shu uzunroq umrning ichida sifatli yashashdan iborat bir maqsadga markazlashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi omil ma'rif. Bir odamning yetarlik ma'rif tarbiyasiga ega bo'lishi bu odamning salomatligiga zo'r ta'sir qiladi. Hatto unida yaxshi bir safa hazırlangandan keyin o'zining turmushini, hayotini qanday kontrol qilish, qanday etirish jihatda aql uyg'u bo'lgan ma'lum did va farosat shaklida. Undan keyin yaxshi ta'lim tarbiya ko'rgan odamning ijtimoiy o'rni yaxshi bo'ldi. Nachar tarbiya ko'rib qolgan odamning ijtimoiy o'rni to'g'ri bo'ldi. Yaxshi ma'rif asosiga bo'lgan odamning ishsizlik nisbati to'g'ri bo'ladi. Ijtimoiy munosabat jihatda tashabbuskor o'ringa ega bo'ladi. Demak, bir millatda, bir davlatning o'zida yaxshi sifatli tarbiya ko'rgan odamlarning soni qancha ko'p bo'lsa, u davlatning, shu millatning hayotiy kuchi, immoniyat kuchi ma'lum zo'r bo'ladi, raqobat bardosh beroladi degan gapimda. Uchinchi omil bo'lsa, xususiy faoliyatda. Mening qarashimcha bir fuqaroninki, ya'ni bir millat kishilarininki sifatini asosan shuning odamlari o'zining eng yaxshi vaqtlarini nimaga ajratadi, asosan vaqtni nimalarga sarf qiladi degan savolga erishgan javoblar orqali ayirish mumkin bo'ldimdi. Masalan, yuqori sapoli xalqlar o'zining vaqtini masalan kitob o'qish, ya'ni bilim olish, sayohat qilish, mo'ldishish, sirdishish deymiz, anadagi ijodiyat, yangilik yaratish deymiz. Umuman sifati bir qadar yuqori bo'lgan. Endi insoniyatningki xarakteriga nisbatan yaxshi tarbiya unum etkiladigan mushunday faoliyatlar jiqroq sarf qilishi mumkin. Tarbiya ko'rmagan odamlar asosan g'ayba shikoyat deymiz. O'zining hayotimiz bilan passiv narsalarni etkiladigan mushunday bir faoliyatlarga
sarf qilishi mumkin bo'ladi. Masalan, bizningki shanba yashagan vaqtimiz asosan to'y bilan nazrlar o'tib ketadi. Bir odam to'yga nazr qancha to'liq qatnashib qolsa, bu obda odam bo'ladi. Amaliyotda shu vaqtlarda bizning oilamiz nurg'un kavakchilik shakllanadi. Bolalarimiz ham bulg'an vaqtimiz yo'qolib ketib qoladi. Bolalarga ta'lim beradigan, ularni kuzatadigan vaqtimiz qisqarib qoladi. Natijada mana bizning bolalar ota-onalardan bolalarga yetishtirishga bo'lgan axloq, urf-odat, e'tiqodga oid milliy til, an'ana, shunga oid narsalar kam qoladi jarayonda. Mana dal biz haddan ziyoda o'zimizning sayimizdan o'tib ketgan odamgarchilik va kishilik munosabatga e'tibor berish natijasida oilamizda tarbiyasizlik va kavakchilikni paydo qilayotgan bir xalqlardan hisoblanamiz. Buning ziynini har bir shaxs o'z oldida his qilib yetgan bo'lsa-mu, ammo buni o'zgartirish jihatga, harakat jihatga dadillikdan kam bo'lish tufayli bu xil qatnalchilik yana davom qilmoqda. Bu bizning vaqtimizga, zehnimizga solingan ashaddiy bir ehtiyojga aylanmoqda. Endi kishilik turmushdagi sifatli ta'sir ko'rsatadigan yana bir masala siyosiy jihatdagi fikr bayon qilish huquqi ve idare qilish huquqi bo'lib hisoblanadi. Bir odam, bir shaxs bo'lish bilan u yana ma'lum bir kollektiv tava, idoraga tava, ya bir korxonaga tava, chiqarib bir to'plamga tava bo'ladi. Bu to'plamning o'ziga loyiq bir xil mizoni, boshqarish andisi, tartiblar bo'ladi. Bir davlatning nisbatan vaqti uning qonuni bo'ladi. Shunga bir odam bir ijtimoiy inson bo'lib sifatida uning bir qator siyosiy huquqlari bo'ladi. Masalan, o'zi yaxshi ko'radigan va siyosiy turimlarni o'zininki maylig'ini bildirish, qo'llash posisiyasini bildirish, o'zining manfaatiga zid bo'lgan ba'zi siyosiy qarorlarga nisbatan uning fikrini bayon qilish, qarshi turganlarni bayon qilish huquqi bo'ladi. Buni o'zini qonun qo'ydigan bo'ladi. Shunga bundaq elning o'zida ham odatda qonunning nopuzi bilan ayrim siyosiyonlarninki nopuzi ayrim bo'lgan narsa qonun muqaddas bo'ladi. Qonunning nazorati ostida bir odam o'zininki o'xshamagan masalalarga nisbatan farqli ko'z qarashlarida dadil o'tirib qo'ysa bo'ladi. Bu qonun va soqchilar tomonidan qo'llanilsa bo'lgan narsa. Shu programma, shu asos nizom qanchalik amalga oshirilgan ve sifatga ega qilgan bir jamiyat, menimcha insoniyatninki bir xil baxtli jamiyat desak bo'ladi. Baxtga erishishning bir ochqichi shu insonning qo'liga tushdi desak bo'ladi. Ammo bir qism jamiyatlarning o'zida nurg'un odamlar pul topishga, yemak-ichmakka berilgan bilan shu jamiyatda o'zi bahramand bo'layotgan siyosiy huquq qanchalik bo'ladi? Muhim siyosiy ishlarda, muhim siyosiy qarorlarda o'zining qatnashish imkoniyati nadigacha, o'zi buning qiziqmamdi, buni hisoblashmaydi. Mana shunday hisoblashmaydigan odamlarning ko'p bo'lishi bu jamiyatning safa darisini aslab tushiritishi mumkin bo'ladi. Endi bizning kishilik turmushimizga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil, ya'ni 5-omil shu shaxsning ijtimoiy munosabati. Ijtimoiy munosabat bir hisobda bir odamning ilkidagi boylikning birisi bo'lib hisoblanadi. Masalan, mening atrofimda qanchaki sifatli do'stlarim bo'lsa, masalan, bilimlik, axloqliq, solih, ya'ni degan boy, bayashat, oliyjanob sifatli odamlarni tashkil topgan bir gumanitar muhitni yaratib olsam, men mayli kitob o'qiy, mayli nima ish qilayman, hamma ish tarbiya ilayotgan bo'laman va o'zimga shuning munosib holda yuqori talablarni qo'yayotgan bo'laman. Bu mening davomli ilgilashishimdan turtki bo'lgan bir omil bo'lib hisoblanadi. Shu bir odamning shakllanadigan ijtimoiy munosabat turi shu bir odamning yana bir ikkinchi bir varianti yoki bir ikkinchi xil hayoti deb bayonlashtirishga bo'ladi. Shu nurg'un bizdagi odamlar, bu pul topgan odamlarning bir qaloq yeri o'zining ijtimoiy kapitaliga ahamiyat vermeydi. O'zining ijtimoiy kapitalini ya pul orqali qo'lga keltirdi. Masalan, boshqalarni mehmon qilish, aqsh qilish, boshqalarning yanchiqib birini sep qo'yish orqali o'zining ijtimoiy kapitalini yaxshilashga tirishadi. Noqul holda shunday usul tayinlangan kapitalning oxirgi hisobda ancha bekkilik roli bo'lmasligi mumkin yoki ishonchsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy do'stlik bizning atrofimiz, haqiqiy sifatli ijtimoiy munosabat bizning xarakterimiz boshqalarga ishonchdan keladigan narsa. Biz qanchalik lillah haqiqatni suyar, anandagi xolis, anandagi kishilik turmushda haq va halolni araydigan, andin ishlab chiqarish ijodiy ro'yimizni urg'ib turadigan, boylik yaratish ro'yimizni urg'ib turadigan, boshqalar aktiv ta'sir beradigan odam bo'lsak, tabiiy holda bizdan shakllanadigan munosabatimizni o'zimi jamiyatdagi ijtimoiy sharoitga qarshi tura oladigan bunday muqim, mustahkam bir ijtimoiy munosabat kapitaliga aylanadi. Endi bizdagi bir xil mazhab munosabatda qarasak, odamlarimiz shunda jiqdak munosabatli odamlar, atrof do'stimiz shunda jiqdak, ammo muhim hal qilg'ich paytlarga esqatadigan bir odamimiz yo'qmi shunday. Shuning bizning nurg'un odamlar faqat bizga hissiyot jihatdan tasalli bera oladigan, biror vaqt tamoqlik jihatda bizga yordam bera oladigan, ammo hal qilg'ich strategik manfaatlarimizda, mohiyatlik manfaatlarimizda bizning yanimiz bo'lmagan odamlarimiz nihoyat jiqamdi. Mana biz buni ko'pik mazhab
ijtimoiy munosabat desak bo'ladi. Endi odatda nazariga jiq berib berish, çaylarga jiqraq berib berish, xalqlarni hamdaskan bilib o'tirib berish, o'zining kishilik hayotidagi muhim vaqtini ko'proq kishilarga o'tinib berish, kishilarning hissiyotiga yoki boshqa bir taraflariga bunday bir tasalli xarakterli ishlarni bo'lib berish orqali ijtimoiy munosabatni ko'paytiraman deb uringan odamlar bor. Bunday odamlar mohiyatni bilib aytganda hamoqat insonlar bo'lib hisoblanib, ham o'zining vaqtini nobud qilgan bo'ladi, ham boshqalarga xato ta'sir bergan bo'ladi, ham oxirgi hisobda bizning millatga yo oilasiga o'ziga hal qilg'uch boylik yaratish fursatidan mahrum bo'lgan odam bo'ladi. Bizning ko'proq vaqtimiz ana shunday o'tadi, ammo xalqda har xil ijtimoiy faoliyatlar, siyosiy faoliyatlar, madaniy faoliyatlar, ommaviy tantarbiyalar, masalan muhit asrash, saxovat, sayat xarakterlik va bilimni, aqlni oshiradigan bu faoliyatlar bo'ladi. Shuna bo'lganda bu xil faoliyatning xil millatning safhasi qanday ta'sir ko'rsatganligini biz yaxshi mo'ljalashimiz kerak bo'ldi. Endi 6-omil muhit sharoitimda. Adamning kishilik turmush sifatiga ta'sir ko'rsatgan bir omil. Endi biz muhit degan vaqtida odatda tabiiy muhit va ijtimoiy muhit deymiz. Tabiiy muhit degan vaqtimizda bizningki yashayotgan muhitimizningki havosining pokiz bo'lishi, suvining pokiz bo'lishi, ko'k osmon, qushlar nag'ma havo qilib turayotgan bog'vorallar, o'rmonlarning bo'lishi, anadagi bizning hayotimizga ziyon zahmat qiladigan har xil omillarning oz bo'lgan bo'lishi yoki yo'q bo'lgan bo'lishi, mana shuni o'zi bizning tabiiy muhitimizdagi bizning turmushimizni belgilaydigan, asoslarni belgilaydigan bir omil bo'lib hisoblanadi. Endi ijtimoiy muhitimizning o'zida masalan jamiyatda axloqning sirtiga chiqtirgan hayosiz, pastkash odamlarning qancha oz bo'lsa, axloqning ichida fazilatlik, qonun hurmatlaydigan, ijtimoiy tarafni o'ylaydigan sifatlik odamlar qancha ko'p bo'lsa, jamiyatda bizning ijtimoiy munosabat muhitning o'zimi bizning turmushimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Masalan, biz hozir jamiyatda bolasi yo'qolib ketayotgan odamlarni jiq ko'ryapmiz. Yosh bolalarning zaharli chekimlar xumolib hayotini arib qolayotganini ko'ryapmiz. Har xil saqayg'isiz ba'zi kasalliklarning yamrab ketayotganligidan kunda ko'nglimiz yerim bo'layotdi. Nahaq o'limlar ko'payyotdi, nahaq kasallar bo'layotdi, nurg'un ba'zi haqsizliklar bo'layotdi. Biz buning hamma echirimiz. Bu gerçi bir jamiyat asosi eqim bo'lmasa-mu, ammo bir jamiyatda hamon bu ko'zlarimiz ko'rinib turadi. Hammamizning beshini qotiryotdi. Mana bu shay oxirgi hisobda bizning turmushimizda sifatni belgilab qo'ydi. Biz ham ish yanchiqimiz tom bo'lsalar, turmushimiz sifatli o'tadi, baxtli o'tadi deymiz. Bu intayin xato bo'lib, yuqorgi omil bo'lmaydi. Undan boshqa bizning turmushimizning sifatini belgilagan narsa bizning kishilik hayotimizga bexatarlik tuyg'umiz, undan bizning mol mulk jihatga, iqtisodiy jihatga bexatarlik tuyg'usi bo'lishimi nəhayət mühim məsələ budur. Şuna biz bəxtli bo'lishda nuqul vaqtimizni pul tepishdan iborat birlik mərkəzləşdirib qo'ymay, pul tepishlar munosabat bilan nurg'un ijtimoiy, iqtisodiy masalalarga, siyosiy masalalarga, muhit masalalariga nazardan vaqti vaqtimizda, demak, jamiyatdagi qancha masalalar keng yuzlangan vaqtimizda, endi biz haqiqiy erishmoqchi bo'lgan kishilik turmush baxt saodatiga erishadigan bo'lamiz.